Bismillah. Mana Elbey mana. Joning sog' bo'lsin. Choy olib kelmadingmi? Sanjar aka, o'zi oshni qattiq yesa maza qiladi, bilasizmi? Qatta. Mana shu yerdadek sovuq qo'yapti. To'xtab turing. Qolinglar, hop. Oshni oshpazni oldiga borib qozonni tepasida maza yesa. Yo'q. Hech yeb ko'rganmisiz? Yo'q. Botir akamni qarang. Yangi qozonga osh sovyaptilar. Qarang. Ketdik. Qani kechi. Ya, Botir. Chiqara, jon. Mana shu osh ish kerak. Qani, bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrli qadrdonlar. Juda ko'pchilik kommentariyada Botir o'zi osh qilmayapti, oshi o'xshamabdi, choyi unaqa deb yozgandan ko'ra, gapiravering, osh yemasdan. Ular o'zingizga yeb ko'rmasanglar, ungacha kommentariy yozmanglar negativ. Manzilimizda madaniyatda Botir achchiq osh. Unutmanglar. O'sha eski Botir achchiq osh. Qani.